Assalomu alaykum everybody. Hey yo guys, nima gap? Nima gap deb qolaymi do'stlarim? Hammaga xayrli kun, kayfiyatlaring yaxshiroq bo'lsin. Do'stlarim, xudo xolasa bugun sizlar bilan kendi tushuntirib, o'ylab gaplashamiz, xudo xolasa. Hali yigit aytadi, bugun sizlar bilan ken haqida gaplashamiz deydi-ku. Xolos chochib tashlaysin. Qaraymiz do'stlarim. Avvalo kelish gaplashishda, gapdagi o'rni haqida gaplashib olaylik. Xudo xolasa chuqur kirib boramiz. Men o'zimni qarashlarim bo'yicha tushuntirib beraman. Oldin o'qiganlar, xudo xolasa ular ham zo'r o'qigan. Yana boshlang'ich va o'rta guruhdagi bolalar uchun hisoblanadi. Qaraymiz. Birinchi ega keladi. Keyin nima kelar ekan? Keyin ken keladi. Keyin fe'lning sof shakli keladi. Darak gaplarda. Men qila olaman. Men mana ega bo'lsa, mana bu men, ya'ni sen ega bo'ladi. Farqi yo'q. Kim tom bo'lsa ham, mana qilmoq, mana bir ish bo'lsa, men mana bu ishni qila olaman. Men qila olmayman. Qila olamanmi degan ma'noni beradi. Endi qaraymiz do'stlar. Xo'p, endi do'stlarim, ken avvalo nimani ifodalaydi? Qobiliyatni ifodalaydi. Qobiliyatni ifodalaydi. Va qobiliyatlar do'stlar, qobiliyatlar do'stlarim, to'rga bo'linadi. Birinchisi aqliy qobiliyat. Aqliy qobiliyat. Qani tushuntiraychi aqliy qobiliyatga. Masalan, I can play chess. Men shaxmat o'ynay olaman. Men endi o'ynamoq fe'li bo'lsa, o'sha ma'noni olaman deymiz. Men masalan orqadan kelsa, shaxmat o'ynay olaman. Men shaxmat o'ynay olaman. Shu aqliy qobiliyatim borligini ifodalayapti. Masalan, she u can solve complex math nima desa bo'ladi? Problem. U murakkab matematika muammolarini ham hal eta oladi deyapti. Demak, aqliy qobiliyat. Demak, hammamizda do'stlar aqliy qobiliyat bor. Shu aqliy qobiliyatni ifodalaydi ekan. Demak, men shaxmat o'ynay olaman. Shaxmat o'ynash uchun odamda aqli kerak. U murakkab matematik masalalarni bajara oladi. Demak, aqliy qobiliyat. Keyingi ikkinchisi jismoniy qobiliyatni ifodalaydi. Jismoniy qobiliyat do'stlar. Jismoniy qobiliyatga masalan demak she demaylik endi. He can run, u yugura oladi. 10 kilometers. 10 kilometr without a rest. To'xta demak dam olmasdan. To'xtamasdan without stopping degan bo'laveradi. To'xtamasdan 10 kilometr yugura oladi. Bo'lmasa she can swim, u suza oladi. Mana shu suzish uchun jismoniy qobiliyat kerak. Demak, jismoniy qobiliyatni ifodalaydigan. Qanaqa qobiliyat ekan? Jismoniy qobiliyat. U yugura oladi 10 kilometr dam olishsiz, yo bo'lmasa u nima suza oladi. Ya'ni jismoniy qobiliyat ifodalaydi. Endi jismoniy qobiliyatdan keyin nimani ifodalaydi? Yana bitta qobiliyat. Ani o'zi bo'linyapti do'stlar. Ani o'zi qobiliyat. Shu qobiliyat do'stlar bo'linyapti. Aqliy qobiliyat, jismoniy qobiliyat. Endi qaraymiz. Sezgi qobiliyat. Qobiliyati. Ya'ni qobiliyati bo'lsa, sezgi qobiliyati. Sezgi qobiliyati do'stlarim. Xo'p, sezgi qobiliyati bo'ladigan bo'lsa, sezgi qobiliyati. Endi bunga chotki misollarni yozaylik. Xudoga shukr, mana hammamiz do'stlarim
ko'zimiz ko'radi. We can see. Biz ko'ra olamiz. Xudoga shukr. You can hear. U eshita oladi. Masalan, she can't see. U ko'ra olmaydi. Bo'lishi ham mumkinmi? Anything. U hech narsani ko'ra olmaydi. Xudoga shukr. Hammamiz sog'lommiz do'stlar. Mana shu qobiliyatli ifodalar. Nimani ifodaladi? Qobiliyatli ifodalar. Biz ko'ra olamiz, siz eshita olasiz, u ko'ra olmaydi. Demak, qobiliyatli ifodalaydi. Qanaqa qobiliyat? Sezgi. Kechirasizlar, sezgi qobiliyati. Sezgi qobiliyatini ifodalaydi. Sezgi qobiliyatini ifodalaydi. Endi sezgi qobiliyatidan keyin endi do'stlar birinchisi aqliy bo'ldi. Aqliy qobiliyat bo'ldi, keyingisi jismoniy qobiliyat bo'ldi, sezgi qobiliyati bo'ldi. Endi ma'lum bir kitobni o'qimaysizlarda shular turgan bo'lsalaring do'stlar tushunyapsizlarmi? Liboy kitob, grammatik kitobni ochib, keyinga doir masalalarni o'qib tushunib ketaverasizlar. Hammasi uchun bitta yechim. O'shaning uchun men shu alohida bir ma'lum bir kitobga yondashmasdan alohida yozishga qaror qildim. Uchinchisi hammasi jamlangan. Jamlangan. Qobiliyatlar jamlangan deyim. Qobiliyatlar jamlangan. Xo'p, qanday bo'ladimi? Hozir gaplashamiz. Xo'p, bu qanday bo'lsa ekan? Masalan, I can play the guitar. Men gitara chala olaman. Endi o'ylang. Gitara chalish uchun jismoniy qobiliyat kerakmi? Aqliy qobiliyat kerakmi? Sezgi qobiliyati ham shu paytda bir paytda kerak. Masalan, nimani chalayotganligini o'zi eshitib, sulh deydi-yu, eshitib turib chalish kerak. Mana shu hammasi mujassamlashgan deydi. Endi albatta suzishda ham aqliy qobiliyat ham kerak, lekin asosiysi tushunib olishimiz uchun shunday bo'lib olsak oson bo'ladi. Demak, birinchisi aqliy qobiliyat. Men shaxmat o'ynay olaman. U matematikadan murakkab masalalarni hal oladi, yecha oladi. Jismoniy qobiliyatga u 10 kilometr to'xtovsiz, amollisiz yugura oladi, u suza oladi jismoniy qobiliyat. Sezgi qobiliyatiga biz ko'ra olamiz, siz eshita olasiz, yo bo'lmasa u hech narsa ko'ra olmaydi. Endi mujassamlashganda hammasidan bundan hammasidan emas, ba'zan ikkitasidan, ba'zan uchtasidan shunaqa mujassamlashgan. Endi qobiliyatdan tashqari bir qoidaga o'tdik do'stlar. Bir qoidani o'zi bir qoida, lekin endi bo'linmaydi. Nima desa, imkoniyat. Imkoniyatli ifodalaydi. Masalan, imkoniyat degani bu nima degani? Men bugun masalan I can't opportunity deydi endi. I can't go to the party. Men bugun ziyofatga bora olmayman. Bu qobiliyat emasda do'stlar, ziyofatga bora olmaslik imkoniyatdan kelib chiqadi. Yo bo'lmasa we can, demak help you, biz sizga yordam bera olamiz. Demak, shu yordam berishga imkoniyatimiz bor ekan. Tushunyapsizlarmi? Demak, qobiliyatdan keyin nimani ifodalaydi? Imkoniyatni ifodalaydi. Demak, keyin avvalo qobiliyat ifodaladi, qobiliyatlar 5 ga bo'lindi. Ana undan keyin imkoniyatni ifodalaydi. Imkoniyat. Men nima deyapti? Bora olaman ziyofatga. Biz kechirasizlar. Men bora olmayman ziyofatga. Imkoniyat yo'q. Biz yordam bera olamiz sizga. Cho'kkiymi? Do'stlarim, ana endi mana o'zini qaranglar. Qobiliyatdan keyin imkoniyatdan keyin qurbiyat. Masalan, moliyaviy iqtisodiy degan bo'lar. Moliyaviy imkoniyat.
Moliyaviy imkoniyat deganda, masalan, men mashina ola olaman, men mashina ola olmayman deydi-yu, shu moliyaviy imkoniyatga kiradi. Moliyaviy imkoniyat hozir yozib beraman. We can demak buy a car. Men nima? Mashina, biz mashina ola olamiz. He can't demak pay the bill. U nimani to'la olmaydi? Hisobni to'la olmaydi. Demak, mana shu moliyaviy imkoniyat deyiladi. Demak, faqat qobiliyat emas, do'stlar. Qobiliyatni ifodalamaydi bu. Qurbiyat degan narsasi bor, imkoniyat degan narsasi bor. Demak, biz mashina sotib ola olamiz, u nima? Hisobni to'la olmaydi. Qobiliyatdan tashqari imkoniyatdan tashqari moliyaviy imkoniyat, ya'ni qurbiyat degan bo'laveradi. Keyingisi do'stlarim. Xo'p, keyingisi qaraymiz. Degan mana qilsak bor. Qobiliyat, imkoniyat. Qani bir o'ylashchi. Demak, qobiliyatlar necha? Qobiliyat aqliy, jismoniy degan bular bo'ldi. Imkoniyat, moliyaviy imkoniyat. Endi qaraymiz. Keyingisi do'stlar, keyingisi. Xo'p, keyingisida ruxsat so'rash va ruxsat berish. Can I use your ruxsat so'rash o'zbekcha qoidasini yozib qo'ying. Ruxsat so'rash va nima? Berish. Ruxsat so'rash va berish. Masalan, endi imloviy qoidalar bo'lsa-chi haq bo'lmaslar. Can I use your car? Sizning mashinangizdan foydalansam bo'ladimi? Desa, you can use my book. Siz meni kitobimni olishingiz mumkin, foydalanishingiz mumkin. Mana shu yerda ruxsat so'radi birinchisida, ikkinchisida ruxsat berdi. Qaranglar tarjimasiga. Sizni mashinangiz olib turaveraymi? Siz meni kitobimdan foydalanib turishingiz mumkin degan ruxsat so'rash va ruxsat berish. Cho'tkimi? Go'zal. Do'stlarim, Ramazon oyida Xudo xolasa sizlarni xursand qilaman deb harakat qilyapman. Xudo xolasa agar kimgadir manfaatli bo'lsa, juda ham boshim osmonga yetadi. I'm over the moon about my health deydi. Ya'ni boshim osmonga yetadi inglizchasi. Qaraymiz, keyingisida masalan byuro gaplar bor. Eshit ochib qo'y, o'shani o'rniga eshit ochib qo'ydi, eshit o'rniga haligi eshit ochib qo'ya olasizmi desa ham bo'ladi. Shakli so'roq, lekin ma'nosi buyruq. Masalan, bittasi hada vaqayizda yuraversa, yo'qol, har qanday yurma desa, yo bo'lmasa nima desa bor. Bu qo'pol misol bo'lar ekan. Eshit olib qo'ydi o'rniga, eshit olib qo'yasizmi desak, shakli so'roq, lekin ma'nosi buyruq. Demak, shakli so'roq, ma'nosi shakli so'roq, ma'nosi buyruq. Shakli so'roq, ma'nosi buyruq. Xo'p, shakli so'roq, ma'nosi buyruq gaplar. Masalan, qarang. Can you close the door? Eshik yopib qo'ya olasizmi degani, eshik yopib qo'ydi sinonim bu. Shakli so'roq bo'lyapti, lekin ma'noda buyruq bor-da, do'stlar. Mana. Endi sizlar tushunishlaringiz shunday qilib qo'yaman. Sizlar. Close the door. Eshik yoping. Eshik yoping. Demak. Can you help
siz menga yordam berib yubora olasizmi degani, yordam bering degani. Shakl so'roq, ma'nosi buyruq do'stlar. Tushunyapsizlar? Demak, yaxshi bo'lyapti. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin do'stlarim. Demak, savollar bormi? Bir lichkaga yozurasizlar, yo bo'lmasa tagida kommentga, yo bo'lmasa nimaga? Tagida bildirishnomalarga bir o'zlaring fikrlaringni qaratsalaring, bo'lishsalaring, yana qo'shimcha ustoz men bunaqalarni bilaman desalaring, do'stlar, ilm o'rganishimizga ulashsak yomonmi? Demak, avvalo qobiliyat ekan. Qobiliyatdan nechaga bo'lindi? Aqliy, qanaqa ekan? Aqliy. Keyingisi jismoniy, keyingisi sezgi, keyingisi demak nima desa bo'ladi? Mujassamlashgan, jamlangan qobiliyatlar. Qobiliyatdan keyin imkoniyat ifodalaydi. Men bugun ziyofatga borolmayman, bora olaman, imkoniyat. Keyin moliyaviy imkoniyat. Ya'ni qurbiyat degan asli. Men mashina ola olaman, u nima? Mashina sotib ola olmaydi. Rosa maydalab o'tyapman-da. Keyingisi nima? Ruxsat so'rash va ruxsat berish. Ya'ni mashinangizni olib tursam maylimi? Ruxsat so'rayapti, siz mening pochtamni kitobimdan foydalanishingiz mumkin, ruxsat beryapti. Keyin shakli so'roq, ma'nosi buyruq. Tur yo'qol deydigan bo'lsa, yo'qolasizmi desa ham. Va shunaqa bo'ladi. Do'stlarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. G'oyat xursandman. Tez kunlarda uchrashaylik. Kendi o'zi haqida gaplashdik, albatta. Demak, nima desa bo'ladi? Buni o'tgan zamonlari bor, hozircha kendi o'zi bo'ladi.